ibn Umar roziyallohu anhu naql qilgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: namozning dindagi o'rni boshning vujuddagi o'rniga o'xshash. Abu Darda roziyallohu anhu mundaq degan: do'stum Muhammad sallallohu alayhi va sallam menga mundaq tavsiya qildi: parcha qilinsangmi, o'tqa tashlansangmi, Allohga sherik keltirmagin va farz namozni bilib turib tarik qilmagin. Kimki farz namozni qasddan tarik etsa, Allohning himoyasi uningdan yiroqlashgan bo'ladi. Abdullah ibn Qart radiyallohu anhu shundaq deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: banda qiyomat kuni eng oldi bilan namozdan hisobga tortiladi. Agar namoz joyida ado qilinib, bu hisobdan yaxshi o'ta olsa, boshqa amallarning hisobimi oson bo'ladi. Agar namozdan o'talmasa, boshqa amallardan hisob berishimi tas bo'ladi. Hazreti Nawfal ibn Muaviya radiyallohu anhu shundaq deydi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kimki bir namozni qazo qilsa, bu go'yo uning bola chaqisi va mol mulki tortib olinganga o'xshaydi. Shundaq dunyo hayotida yuttirib qo'ygan kichikkina bir narsa uchun ko'ngli yerim bo'lgan inson namozni tark qilish bilan nimalardan mahrum qolganligingni kashki bir bilsang. Abdullah ibn Umar radiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: asr namozini vaqtida o'qiy olmagan kishi xuddi oilasi va mol mulki halok qilingan kishiga o'xshaydi. Namoz o'qimaydigan kishi faqat asr namozini vaqtida o'qiy olmaslik bilan qandoq ziyon tortganligini bildingmi? Sening oilang va mol mulking halok qilinganga o'xshash. Hazreti Abu Umama radiyallohu anhu so'zlagan boshqa bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh taolaning bir bandasiga 2 rakat namoz qilishi uchun tavfiq berganidan ortiq bir narsa yo'q. Banda namoz bilan mashg'ul bo'lgan muddatcha uning beshiga yaxshilik va xayrlar chechiladi. Jabir ibn Abdullah radiyallohu anhu shundaq deydi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: musulmon kishi bilan kofirlik orasidagi farq namozni tark qilishdir. Jabir ibn Abdullah radiyallohu anhu shundaq deydi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: jannatning ochquchi namozdir. Namozning ochquchi tahoratdir. Bundaq bo'lgan ekan, kimki jannatning ochquchiga erishmoqchi bo'lsa, namoz o'qisin va bu ochquch bilan jannatning eshigini ochsin. Namoz o'qimaydigan kishimi namozni tark qilish bilan nimadan mahrum qolganligiga diqqat qilsin.
Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu naql qilgan bir hadisda mundaq deydi. Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam namoz haqida gap qilib mundaq dedi. Kimki mushu 5 vaqt namozini to'liq ado qilsa, namozi qiyomat kuni uningga yo'riqliq, haqqida dalil va qutulishiga sabab bo'ladi. Kimki bu 5 vaqt namozni to'liq ado qilmasa, qiyomat kuni Qarun, Haman, Fir'avin va Ubay ibn Xalaf bilan bir qatorda bo'ladi. Bu hadisning sharhisida mundaq deyilgan. Namoz o'qimaydigan kishining bu 4 kishi bilan bir qatorda bo'lishining sababi shuki, kishi mol dunyo bilan bo'lib ketib namoz o'qimagan bo'lsa, mol dunyoga ko'milib ketgan Qarunga o'xshagan bo'ladi va uning bilan bir qatorda tiriladi. Agar saltanati uni namoz o'qishdan mahrum qo'ygan bo'lsa, Fir'avnga o'xshagan bo'ladi va uning bilan bir qatorda tiriladi. Agar vazirligi yoki boshqaruvchilik huquqi uni namoz o'qishdan mahrum qo'ygan bo'lsa, vazir Hamonga o'xshagan bo'ladi va uning bilan bir qatorda tiriladi. Agar tijorati namozdan to'sqan bo'lsa, Makkalik savdogar Ubay ibn Xalafga o'xshagan bo'ladi va uning bilan bir qatorda bo'ladi. Ey namozning qimmatini bilmagan nafsim, ajiba tush vaqtidagi quyosh issiqiga chidamagan sen, yiqilg'usi inson va toshdan bo'lgan o'tqa qandoq chidaysan? Ichida Qarun, Fir'avin, Haman va Ubay ibn Xalaflar bo'lgan qat-muqat azobga qandoq bardashlik beralaysan? Janobi Allah Sura Maun'da mundaq deydi. Shundoq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi. Bu oyatda tilga ilingan vayl so'zi haqida Ato ibn Yasar hazratlari mundaq deydi. Vayl jahannamdagi bir jilg'i bo'lib, u yerga tog'lar quyilsa, haroratining shiddatligidan erib ketadi. İbn Abbas radıyallahu anhu mundaq deydi. Vayl jahannamdagi bir jilg'i ismi. Jahannam uning haroratidan Allohga sig'inib panoh tilaydi. Bu yer namozni vaqtida ado qilmaganlarning makonidir. Janobi Allah yana Sura Maryamda mundaq deydi. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rin basarlar namozni tark etdi. Nafsi xohishlariga ergashdi. Ular qiyomatda g'ayyoga kiradi. Bu oyatda tilga ilingan g'ayyo so'zi haqida mufassirlar mundaq degan. G'ayyo jahannamdagilarning yiring va yorilari oqadigan quduqlardir. İbn Mas'ud radıyallahu anhu bu oyatning tafsirida mundaq degan. Bu jazoga duchor bo'ladigan kishilar namozni butunlay tark etgan kishilar bo'lmasdan, balki ular namozning vaqtini o'tkazib o'qigan kishilardir. Tabiinlarning cho'nglaridan Said ibn Musayyab hazratlari mundaq degan.
bu jazoga tortildiganlar namozini vaqtida o'qimaydiganlardir. Kimki bu holatini o'zgartmagan va tavba qilmagan holda o'lsa, Alloh taolo uni g'ayyo bilan jazolaydi. G'ayyo jahannamda tegi cho'nqur va harorati shiddatli bo'lgan bir jilg'ah. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan naql qilingan Isro vaqasiga munosabatlik bayonning bir yerida namozga ig'irlik qilganlar haqida mundaq deyilgan. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam boshlari tosh bilan ezilgan bir to'p kishini uchirdi. Bularning beshi toshlar bilan yenjildi. Keyin bularning boshlari qaytadan boshdagi holatiga qaytadi va yana beshi tosh bilan urib yenchiladi. Azob mushu shaklda davomlashadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam so'raydi: "Ey Jibril, bular kimlar?" Jibril alayhissalom javob berib, "Bular farz namozlariga ig'irlik qilganlar." Ey namoz o'qimaydigan kishi, o'ylab boq. Namozini vaqti o'tib ketgandan keyin o'qigan kishining jazosi mushundoq bo'lsa, ajiba hech namoz o'qimaydigan kishining jazosi nima bo'lar? Bu jazo seni qo'rqitmadimi? Yoki oxiratning borligidan gumon qilyapsan? Va yoki namozning islomda farz ekanligidan bexabarmisan? Agar namoz o'qimaganliging uchun darhol tavba qilib namoz o'qishni boshlamasang, oxiratda seni nima qutqizadi? Bu azoblarga qandoq chidaysan? Ko'zingni och va seni kutayotgan azobni ko'rgin. Ko'rgin va aqling bo'lsa qo'rqinchdan titragin. Hazreti Ömer radhiyallohu anhudan naql qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Namoz dinning tövrikidir. Ey namozni tark qilgan kishi, namozni tark qilish bilan diningni o'rganligingni bilamsan. İbn Abbas radhiyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobalariga: "Ilohim, oramizdan hech kimni shaqiy va mahrum qilma" deb duo qilinglar dedi. Va uningdan keyin shaqiy va mahrumlarning kimlar ekanligini bilamsizlar deb so'radi. Sahabeler, "Kimler ya Resulallah?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Namaz okumaydiganlar" deb cevap verdi. Hazreti Abu Qatada radıyallahu anhudan naql qilingan hadisda Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi qudusida Allah Taalaning mundaq deganligini aytadi: "Men ummatingga 5 vaqt namozni farz qildim va o'zimga shundoq va'da qildimki, kimki mening huzurimga 5 vaqt namozini vaqtida o'qishga ahamiyat bergan holda kelsa, uni jannatga kirgizaman. Kimki namozga ahamiyat bermasa, mening uningga bergan va'dam yo'q."
iyi namoz o'qimaydigan kishi. Allohning bu va'dasini anglagandan keyin namoz o'qimaslik uning va'dasiga ishonmaganlik va bu va'dani ko'zga ilmaganlik emasmi? Kel, bu va'daga quloq solgin. Bo'lmasa, fursatni qo'ldan berib qo'ysan. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhudan naql qilingan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki namozni tark qilsa, Alloh uningga g'azab qilgan holda Alloh bilan uchrashadi. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qabrining yenidan o'tib ketib etib, bu kimning qabrisi deb so'radi. Sahabe kiram radıyallahu anhumlar palanchining qabri dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: Bu qabridagi kishiga ko'ra 2 rakat namoz o'qish sizlarning butun dunyoliqinglardan texmi suyumlikdir. Shundaq 2 rakat namoz qilish dunyodagi butun mol-mulkdan qimmatlik. Bu qabriga kirganda texmi yaxshi bilinadi. Buni bu dunyoda bilib yetishning o'zi bir ma'rifatdir. Hazreti Abu Zar radıyallahu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda bir qatim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qishda sirtqa chiqdi. Daraxtlardan yupurmoq to'kilib o'tadi. Bir daraxtning shexini tutishi bilan yupurmoqlar texmi ko'p to'kilishga boshildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Zar" dedi. Men "Xo'sh ya Rasululloh" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Musulmon bir banda Allohni rozi qilish uchun namoz o'qisa, uning gunohlari shu yupurmoqlarning bu daraxtdan to'kilganidek to'kiladi dedi. Hazreti Aisha radıyallahu anhadan naql qilingan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bomdod namozining 2 rakat sunnati haqida mundaq degan: Shubhisizki 2 rakat namoz menga dunyoda mubakrak suyumlikdir. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kishi sajda oyatini o'qib sajdaga borganda shayton yig'ilgan holda yiroqlashib mundaq deydi: Halok bo'ldim. İnson sajda qilishga buyurilgan edi. Sajda qildi va jannat uning bo'ldi. Halbuki menmu sajda qilishga buyurilgan edim, lekin sajda qilishdan bosh tortdim. Endi o't mening bo'ldi. Kunda 5 vaqt namozga buyurilgan kishi unutmag'inki, iblis bir qatim sajda qilishdan bosh tortganligi uchun la'natlandi va jannatdan qo'g'landi. Undaqda biz 5 vaqt namozni tashlasak, acaba oqibatimiz qanday bo'lar? Hazreti Fatima radıyallahu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam menga: Ey Fatima, agar sen oxiratda men bilan uchrashishni xohlasang, sajdalaringni ko'paytgin. Ya'ni
ko'p namoz o'qig'in dedi. Namozini o'qimagan kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z qizig'i qilgan bu nasihatiga quloq sol. Payg'ambarning qizimi oxiratda uning bilan jam bo'lish uchun sajdalarini ko'paytishi, ya'ni namozni ko'p o'qishi kerak bo'lgan ekan, namozni tashlash sababidan qandoq oqibatning bizni kutayotganligini bil va uyg'on.